Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizdan kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda reklama uy joy egasini telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bu joyga qiziqadiganlar to'g'ridan-to'g'ri uy egasiga aloqaga chiqishingiz mumkin. Yunusobod rayoni Islomobodda joylashgan 1.6 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan high-tech stildagi uyga video obzorini qilib beramiz. Ko'chalari keng, kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Hovliga kirish uchun alohida avtomat darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. Hovli tarafdan shunaqa high-tech stilda chiroyli imorat ko'tarilgan. 2 qavatdan iborat xonalarning soni 5 ta. Umumiy kvadraturasi 220 kvadratda tashkil qiladi. Eshik orqali hovliga kirganimizda o'ng tarafda hovli qismi uchun hojatxona joylashgan. Demak, ko'rsatib o'tgan joyimizda yozgi oshxona xosiyli bo'ladi. Endi imoratni ichiga kiramiz, planirovkasi bilan tanishtirib chiqamiz. Demak, imoratning ichiga kirib kelamiz. Korobka holatidagi uyga video obzorini qilib beramiz. Demak, kattagina prixoshka. O'ng tarafimizda oshxona bo'lyapti. Katta oyna romlari oldi hovliga qaragan. Demak, birinchi qavatda to'g'rida zal, uni oldida mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va o'ng tarafimizda birinchi qavat uchun umumiy sanuzel joylashgan. Zal razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning razmeri 5 ga 3,5. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 3 ta xona joylashgan. Zinalar razmeri 1 metr 10 cm, balandligi 15 va stupenkasi 30. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda chap tarafimizda yana ikkita xona joylashgan. Bittasi 5 ga 4 xona va bittasi 5 ga 3,5 va to'g'rida 1,5 ga 2 razmerda sanuzel. Pishgan g'ish ishlatilgan 100% va sement rastvoriga o'tkazilgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda o'ng tarafda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 5 metr tashkil qiladi. Shu xonaga tegishli bo'lgan alohida o'zini sanuzeli bor. Va 3 ta qavat beton plitalari bilan yopilgan. Demak, ikkinchi qavatda 3 ta xona bo'ldi. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonadan kichikroq balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Demak, bu video obzorimizda reklama asosida bo'ldi. Uy joy egalarining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Yaxshi sifatli qurilgan high-tech stildagi korobkani olmoqchi bo'lganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ko'rsatgan qator ketgan uylarimizda faqatgina bitta shunisi sotuvda qoldi.